O'shanda men ularga maxsus sovg'a tayyorlagan edim. Ular uy olganimni bilmasdi. Toshkentdan ota-onamga telefon qildim va hujjat ishlari sabab bu yerga kelishlari kerakligini aytdim. Ular kelishdi va otam doimgidek: Abbos, ishlarni tezda bitirib Sirdaryoga qaytishimiz lozim dedi. Xo'p dedimda, ularni turar joy kompleksiga olib bordim. O'shanda uy xarid qilgandim, lekin ular buni bilmasdi. Hujjatlar rasmiylashtiriladigan joyga borayotganimizda onam uy sotiladi deya yozilgan e'lonni ko'rdi va menga: Abbos qara, uy sotilarkan. Alloh bizga ham mana shunday uylar olishni nasib qilsin dedi. Shunda hayajon bilan ularga mana shu uyni sotib olganimni, u bizniki ekanligini aytdim va kalitlarni topshirdim. Onam birdan yig'lab yubordi. Otamning ko'zlarida ham quvonchni ko'rdim. Bu shunchaki ajoyib edi. O'sha lahzalar hali ham yodimda va men buni hech qachon unutmayman.